Assalomu alaykum. Mani qadrli gulsevarlarim, gul ishqibozlari. Bugun sizlarga mana shunaqa filodendron guli haqida ma'lumot bermoqchiman. Filodendron gulini mana shunaqa turlari bor hozir menda. Filodendron gulini juda turlari ko'p, lekin hozir menda borlari mana shular. Bularni qanaqa qilib parvarish qilish kerak, qanaqa qilib bularga ozuqalar berish kerak, mana shular haqida sizga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Filodendron gulini birinchi o'ringa turpog'iga e'tibor berishingiz kerak. Turpog'i juda ham yengil turpoq bo'lishi kerak. Mana masalan, mana shu filodendron drakon gulimni turpog'ini ko'ring. Yengil turpoq, mana tuvagi ham o'zi ko'targan vaqtingizda yengil bo'ladi. Bunga bu uchun torf, perlit va vermikulit solasiz va asmakot solasiz. Yengil turpoq paydo bo'ladi. Kimlardir biogumis soladi, biogumis solish shart emas filodendronga. Mana shu uchalasini o'zidan ham yaxshigina turpoq tayyorlasangiz bo'ladi. Torf solasiz, perlit solasiz, vermikulit va asmakot solasiz. Asmakot bu ozuqa hisoblanadi. Bu gullaringizga 3 oyligi bor va 9 oyligi bor. 3 oy va 9 oy davomida ozuqa berib turadi. Filodendron gullariga yorug'lik juda ham muhim. Yorug'likni yaxshi ko'radi bu gullar. Ayniqsa mana bunaqa variegatniy sortlariga. Mana qarang, bu variegatniy sorti. Mana bunaqa bo'ladi bu. Mana shu aynan variegatniy sortlariga yorug'lik juda ham muhim. Masalan, filodendron brazil. Mana bu ham variegatniy hisoblanadi. Barglari. Bularga yorug'lik juda ham muhim. Yashil barglarda esa yorug'lik salqin joylarda ham o'sadi. Mana bunga ham yorug'lik kerak. Va mana bu filodendron prinsesga ham yorug'lik kerak. Bu ham variegatniy bo'lib, bunaqa sariqroq bo'lib o'sadi. Bunga ham yorug'lik kerak. Va mana bunisiga ham yorug'lik juda ham muhim. Barglari. Yorug'lik juda ham muhim. Yorug'ligi bo'lsa, mana shunaqa shaklda bo'ladi. Mana bu filodendron berkin. Bunga ham yorug'lik shart. Yorug'ligi bo'lsa, mana shu barglari oppoq bo'lib, variegatniysi ko'payib ketadi. Yorug'lik deganim quyosh tushmaydigan, yorug', o'ta yorug' joy. Quyosh tushmasin, lekin quyosh tushsa, buni barglarini kuydirib tashlaydi. Tikka quyoshni yomon ko'radi. Yorug' joy. Agar siz yorug'likni ta'minlab bera olmasangiz, masalan, kimnidir deraza chokchasida quyosh juda ham tushib turadi-da, u yerda bu gullarni qo'yib bo'lmaydi. Yorug'lik kam bo'lsa, o'shanaqa tokchalaringizni hammasida quyosh tushadigan tokchalar bo'lsa, tepasida lampalar qo'yib, bularga yorug'likni ta'minlab berishingiz mumkin. Filodendron gullari skvoznoyni juda ham yomon ko'radi. Skvoznoyga umuman qo'ymang. Nafaqat filodendron, barcha gullar yomon ko'radi skvoznoyni. Men kecha qishlik o'yimga ko'chirdim gullarimni va shuni orasida yarim soat, 20 minut yoki yarim soatlar tashqarida qoldi gullarim. Birinchi tashqariga ko'chirib olib, keyin uyda ichiga olib kirdim. O'sha yarim soat 20 minut ichida kecha ozroqgina shamol bo'lib turgani uchunmi, gullarimni ayrimlari stressga tushib qoldi. Bo'lmasam men bir kun ko'chirishimdan bir kun oldin hamma gullarimga stressga qarshi dorilarni sepib turib, keyin olib chiqqandim. O'shanday bo'lsa ham, birinchi bo'lib bilasiz, kalachiya gullar bildiradi. Stressga tushganini birdaniga barglarini yopib olib, stressga tushib qoldi yarim soat ichida. Tezda uyga olib kirib, ularni stressga qarshi dorilarni sepib, yana asta-sekin o'ziga keltirib olishda boshlayapman hozir. Shuning uchun skvoznoyga qo'ymang. Iloji boricha gullaringizni, mana endi bahor boshlandi, ko'pchilik tashqariga olib chiqib tashlaydi. Salqin-ku, quyosh tushmaydi-ku deb tashqariga qo'yib qo'yadi, lekin bu noto'g'ri. Tashqarida har xil havo bo'ladi. Ayniqsa yozda juda issiq bo'ladi, garimsil shamollar bo'ladi. O'shanda gullaringizdan ajralib qolasiz. Stressga tushib, o'ziga kelishi juda ham qiyin bo'lib qoladi. Filodendron gullari namlikni juda ham yaxshi ko'radi bular. Yo kunni issiq kunlariga bularga barglariga sprey qilib turishingiz mumkin. Ko'p joylarda o'qiyman, lekin filodendron gullariga sprey qilish mumkin emas deydi, lekin bu noto'g'ri holat. Filodendron gullariga sprey qilib turishingiz kerak, chunki namlik juda ham muhim bo'ladi. 40% dan 60% gacha namlik ta'minlab berishingiz kerak. Buni siz faqatgina qishda ta'minlab berishingiz mumkin. O'shanda ham issiq uyda bo'lmasa. Kunni
issig'ida, yozida 40-60 graduslik foizlik 40-60% namlikni ta'mirlab berishingiz qiyinroq. Shuning uchun ham o'sha vaqtda siz sprey qilishingiz mumkin. Yana bir narsa, men o'zim har doim mana shu filodendron gullarini yoniga mana shunaqa qilib suv solaman idishga, ichiga keramzit solib qo'yib qo'yaman mana. Bu keramzit yaxshi bug'lab, namlikni yaxshi ta'minlab beradi gullarga. Mana shunaqani qilib, gullarimni atrofida qo'yib chiqaman namlikni yaxshi ta'minlash uchun. Yana bitta yo'li, namlikni ta'minlaydigan o'zi asboblari bor, bilsangiz, namlik chiqarib turadi, havo chiqarib turadi, nam havo. O'shanaqadan ham foydalansangiz bo'ladi. Ko'paytirish juda ham oson filodendron gullarini. Chelinka qilib ko'paytirish mumkin. Masalan, mana shuni oladigan bo'lsak, mana shu yerdan shuni kesib turib, suvga solib qo'ysangiz, birdaniga tomirlab ketib qoladi. Mana bunisini ham ko'rsataman. Buni ham mana shu yerdan shunday kesib turib, suvga solib qo'ysangiz, birdaniga tomir chiqarib, o'zini o'nglab oladi. Buni ko'paytirish juda ham oson, ayniqsa mana bu Brazil sortini. Mana shuni, mana shunaqa vaznушный tomirchalari chiqqan joyidan, mana shu yerdan, mana shu qismidan kesib turib, suvga solib qo'ysangiz, darrov tomir chiqarib ekishga tayyor bo'lib qoladi. Endi bularga ozuqalar MPK berib turish kerak. MPKlarda ya'ni 3/20 yoki 3/25 har 15 kunda bir marta beriladi. Masalan, buni faqatgina bahor va yoz oylarida, qishda bermaysiz. Qishda ozuqa shart emas bularga. Yozda va bahorda bularga har 15 kunda ozuqalarni berib tursangiz, ko'zingizni quvnatib, juda ham chiroyli bo'lib o'sishadi. Filodendron gullarini tabiatda juda ham ko'p turlari bor va bular ham ochiladi, lekin uy sharoitida bularning ochilishini ko'rishingiz ozgincha qiyinroq. Balki teplitsalarda ochilgan bo'lishi mumkin, lekin uy sharoitida ozgincha qiyinroq ochilganini ko'rishingiz. Filodendron gullari haqida mana shu ma'lumotlarni bermoqchi edim. Agar kim bu haqida yana qo'shimcha savol bermoqchi bo'lsa, bemalol YouTube'da yoki bo'lmasam Telegram kanalimda o'tib savollar berishingiz mumkin. Telegram kanalimda ham gullarni bemalol videolarini tashlab, rasmlarini tashlab, ularga javob olishingiz mumkin. O'sha yerda o'zim hamma gullarga qanaqa qilib ozuqa beriladi, qanaqa qilib bu gul rivojlantiriladi, yoki bo'lmasam kasal bo'lib qolgan gullaringiz bo'lsa, o'shalarni tashlab maslahat olishingiz mumkin. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videomiz Dratsena guli haqida bo'ladi.